Assalomu alaykum, men Askarova Xushnoza Tursunaliyevna. Xususiy Registon maktabining boshlang'ich sinflariga ingliz tilidan dars beraman. Assalomu alaykum. Ismim Sharifam Umarova Sidora Qosimovna. Farg'ona davlat universiteti ijtimoiy gumanitar fanlar fakulteti boshlang'ich ta'lim va sport tarbiyaviy ishi yo'nalishini tamomlaganman. 5 yildan buyon ushbu yo'nalishda faoliyat olib boraman. Bu kasbga kelishim va bu kasbni tanlaganim juda ham bir qiziqarli yo'l bilan bo'lgan. Sababi men o'zi bu narsani his qilganman. Bitta insonga bir nimanidir yetkazib berishim oson va bu narsa menga zavq olib kelishini his qilganman. Va shu orqali shu kasbga mehr berib, shu kasbni tanlaganman. Registon maktabiga suhbat jarayoni bo'layotganini eshitganman tanishlarimdan va o'zimni sinash uchun kelganman. Nasib qilsa shu maktabda ishlash maqsadida kelganman. Va bu yerdagi maktab rahbariyatlari, bilimli ustozlar tomonidan imtihon qilinganman. Bu yerda psixologik testlar, pedagogik testlar va o'z yo'nalishimga tegishli bo'lgan imtihonlardan a'lo darajada o'tganligim tufayli meni ishga qabul qilishgan. Va Registon maktabining ochilishidan buyon men shu yerda ish faoliyatimni davom ettiryapman. Ushbu yo'nalishga kirib kelishimga meni bolalikdagi orzularim sababchi bo'lgan. Chunki bog'cha yoshida tarbiyachi ustozlarimga, maktab yoshida muallimamga, talaba bo'lganimda esa fan doktorlari va professor o'qituvchilarimga havas qilib ulg'ayganman. Nimaga aynan Registon maktabi? Sababi juda ham oddiy. Toshkentda o'qib yurgan paytimda imенно Registonning learning centerlari borligini ko'zim tushgan va bilardim. Va Farg'onaga qaytganimdan so'ng Registon maktabi ochilayotganini eshitib va ko'rib juda ham xursand bo'lganman. Nimaga harakat qilib ko'rmayman? Chunki baribir professional sferamda davom ettirmoqchi bo'lganman va kelib, Xudoga shukr, juda ham uspешно o'tdim va juda ham qiziqarli bo'ldi. Va o'sha birinchi suhbatdayoq meni shu bo'lgan insonlar bilan rahbariyat bilan bo'lgan muloqot meni o'zi zadid qildi va men shu narsa bilan Registon bu meniki va bu meni joyimligini his qildim. Va srazu xursand bo'lganman, xohlaganman. Shu narsada mana hozir Registonni ochilishi va umuman imенно stroyga ketayotgan paytlar hamma narsasini ko'rib va hayratlanganman. Va bilamiz, Farg'onada juda ham maktablar ko'p va birinchi qadamim maktab hali to'liq bitmagan holatda kelganimda, shunday qadam bosganimdayoq shunday atmosfera meni o'ziga jalb qilgan. Shunday ko'rib, vau deganman. Chunki Toshkentda ishlaganimda ko'rganman va Farg'onada bu birinchi va umuman Farg'ona uchun viloyatda hamda hamma nima uchun juda ham chiroyli va bilim sohasida ham muvaffaqiyatli bo'ladi deb o'sha men his qilganman bu narsani. Chunki tashqi muhit odamga katta vlayat qiladi. Sababi o'zingiz ham tashqi ko'rinishingiz birinchi впечатление deymiz. Shu tufayli siz insonni qalbida, yuragida qolasiz. Va xuddi shunday Registon maktabi ham shunday bo'lib menda qolgan. Bilasizmi, Registon maktabida juda ham tajribali va malakali o'qituvchilar yig'ilgan. Ularni har biri bilan suhbatlashganda, ular bilan bilimlarimizni, bilgan yo'nalishlarimizni, metodlarimizni almashganda bu menga yana ham ilhom bag'ishlaydi. Chunki kuchli ustozlarning ichida yursangiz, siz ham kuchli bo'lishga harakat qilasiz. Bu menga o'zgacha motivatsiya bag'ishlaydi. Kasbim bu men uchun juda ham bir katta narsa. Bu men uchun oiladek. Nimaga? Sababi kunim shu narsa bilan o'tadi. Va meni tanlagan bu o'qituvchilik kasbim bu juda ham nima deydi, yelkangizda umuman hayotingizga katta ta'sir o'tkazadi. Umumiy holatda aytganda, bolalar bilan ishlash bu men uchun juda ham qiziqarli holat. Sababi men yaxshi ko'raman bolalarni va men qanaqadirki oilaviy sabablarga ko'ra hayotimda qanaqadirki kechirmalar o'tayotgan holatda ham shunday o'quvchilarimni ko'rishim bilan
man bilan kelayotgan, yugurib kelayotgan tabassum. Misnoza deb aytgan o'sha so'zi, уже сразу mamudek turgan holatingizda menga уже kulgi bag'ishlaydi. Men сразу уже unutib yuboraman. Va yana shu qalbim bilan shu darsimga, yana shu ishimga kirib ketaman. Va necha soatim bo'lishidan qat'iy nazar, shu именно mani taktikam, shu mani настроением oxirigacha ketadi. Va men bundan to'g'risini aytganda xursandman. Kasbimda yoqadigan narsa, bu bilasizmi, dars berish bu ham psixologiya. Siz har xil bolalar bilan ishlaysiz. Har xil insonlar bilan ishlaysiz. Va bu sizga ham tajriba ham beradi. O'zingizni lичный hayotingizda va umumiy holatda. Men bu narsani juda ham o'zimni afsuslanmayman shu kasb tanlaganimdan va xursandman shu kasb tanlaganimdan. Muvaffaqiyatli, juda ham zo'r shu narsani davom ettirishimni va kelajakdagi shu orzu, niyatlar, maqsadlarimga erisha olishimni уже bilaman. Именно shu professionalniy sferada. Kasbimdagi eng yoqtiradigan narsa o'qituvchilar doim izlanishda bo'ladi. Ayniqsa boshlang'ich sinf o'qituvchilari doim o'sha bolalarga yangiliklar, yangi g'oyalar va innovatsiyalar berishga harakat qilamiz. Chunki bizning yo'nalishimizda bitta fan emas, turli xil fanlarni qamrab olgan. Shuning uchun har doim biz boshqacha yangi g'oyalar bilan ishlaymiz. O'qituvchilar qatib qolmaydi. Shuning uchun shu yo'nalishni menga yoqqan tarafi shu. Shaxsiy muammolarim bu kasbimda xalaqit qilmaydi. Nimaga? Chunki bitta o'qituvchimni va yaqin insonimni gapi bor. Uyga kirib kelganingizda ishxonangizdagi bo'lgan muammolarni yechib kirasiz va ishga kelganingizda oilaviy muammolaringizni yechib kirib kelasiz. Bu deganiki, sizdagi atrofdagi muhit, insonlar, kollegalar deymiz va o'quvchilarni bu narsaga aybi yo'q. Siz u inson va o'quvchi sizdan bilim olgani keldimi? Siz shu narsani chiroyli tarzda berishingiz kerak. Qanday eshikdan ochib kirishingiz o'quvchilar uchun bu juda ham katta narsa. Sizni kirib kelishingizdan o'quvchi his qiladi. Bugun qanaqa dars o'tilishi, bugun qanaqa muhit bo'ladi, bugun qanaqa bilim olishini o'sha bola his qiladi, sezadi. Chunki sizdagi ketayotgan to'lqin vibratsiya bolaga shunday tarqaladi. Va xuddi shunday bolalardagi kelayotgandagi muammo, oilaviy sabablarga ko'ra kelayotgan muammo yoki deylik boshqa yoki o'zingizni именно predmetingiz orqali bo'layotgan muammolarni siz именно birinchi qadam shu sinfni ochib kirishingiz bilanoq уже yengasiz. Va dars muvaffaqiyatli o'tishiga sizni именно настроениyangiz albattaki va muammolaringizni unutganligingiz ta'sir qiladi. Va men o'ylaymanki, bu narsani yaxshi uddalay olaman va uddalay olyapman. Всё на 100% sta. Я вижу то, что menda qo'limdan kelyapti va men bolalarga yaxshi bilim bera olyapman. Bu narsani ko'rib, albattaki yana bir bor men to'g'ri yo'ldaligim o'zimni xursand qiladi. Shaxsiy faoliyatdagi muammolar bilan kasbiy faoliyatimdagi muammolarni bir-biriga aralashtirmayman. Chunki yoshligimdan ota-onam menga shunaqa tarbiya berishgan, maktabdagi gapni uyga olib kelma, uydagi gapni maktabga olib borma deyishgan. Shu yo'nalish bilan katta bo'lganman. Ko'chada tashlab kiraman, maktabga kirganimdan keyin boshqacha aura, boshqacha hayot paydo bo'ladi menda. Uyga borganimdan keyin esa ish faoliyat, kasbiy faoliyatimdagi muammolarni shaxsiy hayotga, shaxsiy hayotdagi muammolarni kasbiy faoliyatimdagi muammolarga aralashtirmayman. Chunki bu yerda bizni juda ham ko'plab qora ko'zlar qarab turishadi bizga. Ular bizdan yangi bilimlar, yangi g'oyalar kutishadi. Shuning uchun bu yerga kelgandan keyin o'quvchilarimga alohida e'tibor berib, maktabda
hayotdagi kasbiy faoliyatimni davom ettiraman. Har doim kulib yurish qiyin emas men uchun, o'zi chunki yoshligimdan doim xushchaqchaq, quvnoq qiz bo'lib katta bo'lganman. Shuning uchun doimo samimiy bo'lib, insonlar bilan kulib, tabassum bilan suhbatlashishga harakat qilaman. Bilsangiz, bitta tabassumimiz bilan ham savob olishimiz mumkin. Shuni bilgan holda doimo insonlar bilan kulib, yaxshi muomalada bo'lishga harakat qilaman. Men uchun qiyinchilik tug'dirmaydi. Kulib yurish qiyin. Bu savolga javobim juda ham oddiy. Qiyin emas. Sababi o'zim hayotda xushchaqchaq va kulib yuradigan pozitiv insonman. Va shu narsani berish men uchun qiyin emas. Sababi bilaman, bu energiya mendan kimgadir o'tishini va albattaki har doim kulib yuraman. Shuning uchun qiyin holat bo'ladimi, oson va umumiy aytganda professionalniy sferami, lichniy hayotdami, bu men uchun kulib yurish oson. Sababi aytadi-yu, kulib yurish men dardga davo. Shuning uchun kulib yurish men uchun juda ham oson. Har bir insonning o'z maqsadlari va orzulari bo'lgani kabi, men ham orzularim va maqsadlarim cheksiz. Avvalo maqsadlarimda Allohim o'zi panohida bo'lishlikni nasib qilsin. Birinchi navbatda shu 3, 5, 10 yil ichida fan doktori, o'z kasbim bo'yicha professor bo'lish niyatim, maqsadni qo'yganman. Bundan tashqari shu 2A sinf o'quvchilari yuqori sinfga chiqqanda Sitora Qosimovnaning o'quvchilari eng zo'r sinf, eng tarbiyali va eng a'lochi sinf o'quvchilari, shu ustozni o'quvchilari degan maqomni olish niyatidaman. Kelajakdagi maqsadlarim katta va bu sir bo'la qolsin. Sababi счастье любит тишину. Va ongidagi har bitta niyat va sizdagi ketayotgan maqsadlaringiz, ular qanchalik to'g'ri formulirovkada bo'lsa, ularga yetishingiz albattaki oson. Aytishim mumkinki, qo'yayotgan maqsadlarimga уже shak qo'ydim va albattaki hammasiga erishaman.